Assalomu alaykum, assalomu alaykum mikandoshlar, qutbanda kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Baymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga dag'i bir o'ta so'non jangliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, Razoq shahrining sentralni yo'li bilan tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda Chimginni masjidi bor. Shu Chimginni masjidining oldidan o'tsangizlar, bu yoq tomonda mana shu mossa oldidan bu yog'i mana o'ng qo'lga burilib, shu sentralni yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, Razoq shahri Sho'rbuloq ayilida o'ta so'non firma sotiladi. Do'stlar, videomizni ayanacha ko'rsangizlar, sotilib turgan firmani sizlarga polni obzor qilib, yo'ldorini, usloviyalarini sizlarga so'non qilib, polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, shu cho'ng yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana ko'rib turganingdek chap qo'lda Sho'rbuloq ayilini cho'ng kompleksi bor. Shu kompleksdan shu yo'l bilan 150 metr tuz bosib o'tib borsangizlar, mana sotilayotgan firmamiz o'ng qo'lda joylashgan. Ko'rib turganingdek bu firmamiz yangi solingan firma. Plus mana yuqori tomoniga so'non qilib 4 bo'lmalik yangi uylargacha solib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turganingdek bu firmamizni uzunligi 50 metr, mana yuqori tomoniga 25 metrini ikki etajli qilib, ustlarini xashaxonalarni qilib so'non qilib qo'yganlar. Past tomonni ko'rib turganingdek 25 metrini bir etajli qilib qo'yganlar. Ko'rib turganingdek do'stlar, bu yoq tomonda yo'yitlargacha katta bu firmani sotib olgan odam hozir kelib mol hollarni ko'paytirib biznes qilsalar bo'ladi. Do'stlar, bu firmamizning foydali tomonlari musofirlikda yurgan aka-ukalarimiz kelib har xil bizneslarni qilsalar bo'ladi. Ko'rib turganingdek bitbarda usloviyalari bor. Do'stlar, shu yo'l bilan tuz bosib kirib kelsangizlar, ko'rib turganingdek firmamiz o'ng qo'lda joylashgan. Bu yoq tomonda mana ko'rib turganingdek chap qo'lda 6 ga 9 qilib monda mana uylarni ham solib qo'yganlar. Plus bu yoq tomonda ko'rib turganingdek tualetlargacha bor. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga granitsalarni ham so'non qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, ko'rib turganingdek mana yo'l tomonini so'non qilib mashina mana moshina qilib agrajdiyalarni qilganlar takansa pastgachayin. Bergi yon tomon granitsalarni mashina mana so'non qilib yuqorilari bilan agrajdiyalarni qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turganingdek uy oldiga mashina mana so'non qilib daraxtlarni ekib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan firmamizning foydali tomonlari mana shunday mana ko'rib turganingdek suvdan muammo yo'q, o'zlari so'non qilib skvajlarni qazdirib mana toza suvlarni chiqarib qo'yganlar. Do'stlar, firmani mana yuqori tomoniga ko'rib turganingdek yong'oq, bodom, olma ko'rib turganingdek polnista mana bu yil mana yangi ekilgan. Xudo xolasa bu firmani sotib olgan odam hozir kelib suv quyib qarab tursalar, xudo xolasa 3-4 yilda katta bo'lib qoladi. Do'stlar, ko'rib turganingdek firmaning yon tomoniga mashina mana so'non qilib yerlarni haydattirib qo'yganlar. Xudo xolasa yozda dehqonchilik qilamiz deb. Bu firmani sotib olgan odam hozir kelib dehqonchilik qilsalar ham bo'ladi. Suv, svit, bitbarda usloviyalari bor. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb firmaning ishlarini ham sizlarga so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb firmaning ichiga kirganimizda ko'rib turganingdek bu firmamizni 2 bo'lib, yuqori tomonni 2 etajlik, bergi mana ko'rib turganingdek past tomonni 1 etajlik qilib mashina mana rossiyskiy strapel, reka vassalar bilan cho'tka qilib kirishalarini moshina qilib yopib qo'yganlar. Do'stlar, dag'i bir bor adresda aytib o'tamiz. Batkenskiy oblast, Leliya rayoni, Razoq shahri, Sho'rbuloq ayilida mana shunday mana o'ta so'non cho'ng firma sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini kelishim borda deyaptilar. Jazman oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar qiziqqan aka-ukalarimiz uchun. Videoni ostida xazar nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa sotib olishinglar mumkin. Do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, обязательно shu videoni biznes qilamiz degan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.